ayolga gul bering shunday gullarki, erkak yuragidan ungan gullarni. Ayolga gul bering shunday gullarki, erkakning sabridan ungan gullarni. Ayolni, onani e'zozga o'rang, ko'zingizga surting etaklarini. Mana shu hazrati ayol o'stirgan dunyoning hazrati erkaklarni. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Mana shunday ulug'ayon kunlarda Gidromet ham yomg'ir yog'adi dedi. Sizlar kelib, sizlarning kayfiyatlaring quyosh ham chiqib ketdi. Shuning uchun har safar sizlarning kayfiyatlaring yaxshi bo'lsin. Sizni hayotingizga eng ko'p ta'sir o'tkazgan ayol? Albatta onam. Eng katta duo kimniki? Onaniki. O'sha meni esimda qolgan 2-3 onamni kalimalari qulog'imda mutlaq hayotimni o'zgartirgan. Meni 3 ta qizim bor. 3 ta qiz nabiram bor. Shuning uchun men boyman. Hamma farzandlarim meni taom tayyorlab berishimni talab qilishadi. Demak, men xizmatda bo'laman. Telefonlarni chetga qo'yib, suhbatlashib, oilani an'analarini ushlab turish bu bizga singib ketgan oilamizga. Hovlida ovqat qilib beraman, bir qanaqadir o'shalarga ozgina bo'lsa ham bir e'tirof ko'rsatishga harakat qilaman. Quvalik qizim Garvardga kirgan mana. Quva qani-yu Garvard qayerda? Shu Zulfa mukofoti orqali prezidentimiz xalqimiz bildirayotgan ishonchni, faxrni va mas'uliyatni o'zimning yelkamda olib ketaman. Garvardda ham taqib yurishingiz kerak shu medalingizni. Taqib yuraman albatta tadbirlarda, kiyimimni ham olib ketaman. Men sport industri bo'yicha 10 yil mobaynida shug'ullanib kelaman. Hozirda O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi, xalqaro sport ustasi, jahon chempionatlari sovrindori, Osiyo chempioni va Islom birdamlik o'yinlari sovrindoriman. Men sun'iy intellektni tibbiyot sohasiga yo'naltirish maqsadida bunda tajriba orttirishim kerakligini bilardim va mana shu maqsad yo'lida Chikagoga yo'l oldim. Agar bizga baho berishni kimdir xohlasa, kelib mana shu yoshlarim bilan gaplashsin. 40 dan ziyod davlatlarda bo'ldim va jahon arenalarida yuribman, lekin hozirgi momentda, ya'ni Zulfiya nomidagi davlat mukofotini prezidentimizning o'z qo'llaridan olish bu katta sharaf va shu uchun qizlar shu yerga keladi deb o'ylayman. Onam oddiy farroshlar, turmush o'rtog'im ham oddiy ishda ishlaydilar, lekin iste'dod baribir harakat qilsa, intilsa, qaysi hududda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta g'alaba qozonishini o'zim guvohi bo'lib turibman. Chekka qishloqda yashayman, ammo qishloqda turib ham inson nimagadir harakat qilsa, erishsa bo'lar ekan. Agar ruxsat bersalaring, Latifat qizimga bugun qaror qabul qilib 2 xonali uy bersak. Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktorisan. Oliy ta'limda shogirdlaring bor, talabalarga dars berib kelyapsan. Bir imkoniyati cheklangan insonga bundan ortiq baxt bormi? Sen nima uchun bu mukofotga da'vogarlik qilyapsan deb so'rashdi-da. Meni voyaga yetkazgan, men uchun kerak bo'lsa jonini fido qilgan otam uchun va men uchun o'zligidan, o'z maslagidan, kasbidan kechgan onam uchun va bir davlat rahbari sifatida farzandlariga yelkadosh bo'lgan, ayniqsa nogironligi bo'lgan farzandlarini hech qachon tashlab qo'ymaydigan prezidentim uchun mehnatlari mevasini ko'rsatish bo'ldi. Shuning yutug'i men uchun katta sharaf. Bu mukofot sizniki, onajon. Hayajondaman, juda katta. Men sizni ham tabriklayman. Mana shunday mukofotga munosib qizingiz bo'lganda, sizdan minnatdorman. Shunday oliyjanob, barakotli qizni tarbiya qilganing uchun rahmat hammalaringizga. Zomin Asali mas'uliyat cheklangan jamiyatda rahbariman. Asalchi xolam, Asalchi xolam menman, qizim. Yurtimizda mehnat qilgan ayol hech qachon chetda qolmaydi. Albatta bir kun mehnatining samarasini ko'radi. Niyat qilgan ekansiz, kecha televizorda gapingizni eshitdim. Qani endi meni ham prezident bitta orden berdi. Shuni eshitgan uchun ordenga qo'l qo'ydim men. Rahmat sizga. Sog' bo'ling baxtimizga. Bu xabarni eshitgan kunim kechasi mijja qoqmay chiqdim. Xursand bo'lib ketdim.
mukofot. Bu yil o'tgan yildan ko'proq, lekin men rosa qiynadim. Yana olib kelinglar, izlanglar. Nimaga desangiz, ko'p qo'l qo'yaman mukofotga, lekin ayollarga qo'l qo'yganimda yuragim boshqacha tebranadi va yuragim tahsin oladiki, bu to'g'ri qaror deb. Qodizopa hozir farmonga qo'l qo'yildi, tabriklayman. Voy deb qoldim-da. Juda hayajonlandim. Anaqa kutilmaganda yig'la bordim-da prosta. Yaqinlarimdan eshitdim, qaror chiqqan ekan, o'zim ko'rganim yo'q edi. To'g'risi ko'zimga yosh keldi, juda ham xursand bo'ldim. Bu hayajon ta'riflab bo'lmaydi, bir qanaqadir uni his qilish kerak faqat. Shaxsan qo'llaridan bu mukofotni olish juda quvonch menga bugun berdi. Baxt tilayman, oilaviy baxt. Oila baxtli bo'lgan joyda millat baxtli bo'ladi. Vatan baxtli bo'ladi. Hammamiz chiqamiz. Rahmat.